Bugungi sanamiz 17-mart. 17-martda eng muhim qilgan ishlarimizdan bittasini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Eng muhim qilgan ishlarimizdan bittasi pomidorimiz shu bo'ldiki, ortiqcha barglarni olishdan iborat bo'ldi. Biz mana shu pomidorimizni ortiqcha ikkita bargini olib tashladik. Chunki nega olib tashladik deganda sizlarga shuni tushuntirib o'taman. Buni biz faqat o'zimizni sonamizda qilib ko'rdik. Iltimos sizlarda o'zlaringiz sonalaringda buni qo'llashlikni tavsiya bermaymiz. Agar videolarimizni ko'rib borsalang, xudo xolasa, agar sonamizda bu yaxshi pomidorimizga yaxshi natija bersa, o'z isxonalaringda bemalol foydalansalang bo'ladi. Pomidorni mevalarni katta qilishda eng muhim barglar bu tagidagi bitta barg va tepasidagi ikkinchi barg hisoblanar ekan. Bu ortiqcha o'rtadagi bir ortiqcha barg hisoblanar ekan va buni biz o'tgan yilgi pomidorimizda sinab ko'rdik va bu pomidorimizda yaxshi natija bergan va biz pomidorlarimizda bu yana bu yilgi pomidorimizda buni qo'lladik. Pomidorlarimizda barglari juda ham katta bo'lib ketdi. Mana ko'rib turganingizdek, yani uzun. Bu esa soya salqin qilib, mana shu yosh gullarini to'sib qo'ydi quyoshdan. Bu esa pomidorlarimizda rivojlanishiga ta'siri bo'ldi. Va buni biz tezda barglarini ikkitadan bargini olib tashladik. Tepa qismiga tegamiz. Faqat mana shu birinchi gulxona bilan ikkinchi gulxonaning orasidagi barglarini olib tashladik xolos. Balki ularning kelajakda ham bularning tepasidagi barglarni ham olarmiz, lekin hozircha shart emas. Biz pomidorlarimiz bargini olganimizdan keyin pomidorimizni mevalari sezilarli darajada katta bo'lganini 2-3 kunda ko'zga bilindi. Balki quyosh havolari juda ham isib ketganligi uchun mevalar tezda katta bo'lganini ta'minlagandi, lekin bargini olganimizdan menimcha sabab bo'ldi deb o'ylaymiz. Mana shu pomidorimiz bargi olinmagan ekan. Mana tagida bitta. Buni qo'yib ba'zi birlarda ikkitadan qo'yib ketganman. Bular endi undan oldingi olingan ekan shekilli, majbur bo'lib qo'yildik. Mana bitta, tepasidan bitta, ikkita. Tepasidan mana 3-chi. Mana 4-chi barg, 5-chining tepasida mevasi bor. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shuni olib tashlayman. Mana shunday qilib endi hozir pichoq yordamida olganman. Endi hozir sizlarga ko'rsatish. Mana shuni olib tashladim. Va bu yer juda ham ochilib, mevaga yaxshi quyosh tushishini ta'minlaydi. Hozir bu mevalarimizga quyosh juda ham zarur. Qachon noto'g'ri tomonga, salbiy tomonga ta'sir qiladi? Mevalar katta bo'lib, qizarishga yaqin bo'lganda quyosh urib qo'yadi. Hozircha bularga quyosh juda ham zarur. Shuning uchun biz barglarini olib tashladik. Bu shu quyosh botar tomonimiz, mana quyosh botyapti. Bu tomonni olish balki shart emasdir, lekin eldan qolmasin bu qator ham deb. Bu qatorda ham bittada mana bu hozir bunda bir dona barg olganman. Mana tagida mevani tagida ikkitadan barg olgan, tepa qismiga tegmaganman. Mana bu pomidorimizni ko'rsak bo'ladi, mana bitta, ikkita barg bor, tagida tepasi bitta, ikkita. Uchinchini olib tashlaganman. Pomidorlarimizni xuddi shunday qilib sanab chiqib olib tashladim. Shu ko'zlarimizga bilinyaptiki, o'zimizga pomidorimizda mevalari ancha katta bo'lib qoldi. Shu 2-3 kunning orasida. O'zi buni alamindan ekkan akalarimiz aytayaptiki, alamindan balki bu darajada katta bo'lib ketmas kerak, sara-sara, dona-dona bo'lish kerak deb aytdi bizga. Shu 2 yildan buyon ekyapman, pomidorlarimizni barglari juda ham katta bo'lib ketyapti. Yo bizni yerimizga yaxshi tushdi deb o'ylayapmiz, chunki barglari juda ham katta xo'rpayib ketgan. Bu esa pomidorimiz mevalarini quyoshdan to'sishligini ta'minlayapti. Alaminda nima gap desak, alaminamiz ham xuddi shunday. Mana bunda alaminam barglari, runerdi barglari, zo'r adashib ketdim. Barglari juda ham alaminaga nisbatan juda ham katta bo'lib ketdi. Mana buni ko'rsangiz bo'ladi. Barglar mana buni 3 qismidan bitta bargini olib tashlagan, men katta bargini. O'shanda ham shu holatda. Bu hozir olingan holatda shunchalik. Olinmaganda juda ham to'sib xurpayib ketdi va biz buni tezda runerdi barglarini olib tashladik. Pomidorimiz tepa qismi ko'rinishi, pomidorimizni ko'plarida 3-gullari ham gullayapti. Lekin 3-gullini chaynatganimiz yo'q. Birinchi o'tgan jumada 2-gullarini ponni chaynatib chiqdik. Birinchi gulxonasi mevalari pomidorimizni bir 70-80% mevalari ushladi. Mana buni ko'rib turganingizdek 70-80% ponni ushladi. Endi bor e'tiborimiz ikkinchi gulxonalarga qaratilyapti.
Biz ba'zi bir pomidorlarimizni ko'rdik. Shu tagidagi nam yetishmay qolgandanmi yo tomatonni dozasini ko'paytirganligimiz uchunmi pomidorlarimizni mana shu hozir bunda emas, uch qismida shu birak hosil bo'ldi. Va tezda biz tagidan suv berdik. Suvga qo'shib ozuqali, nitratli, kaliy nitrat, magniy nitrat, kalsiy nitrat berib, temir, bor qo'shdik va tagidan 1 tonna suvga quydik va orqasidan yana kranni ulab qo'ydim. 2 soat yana suv berdim. Endi keyingi suv berishi mana shunday arig'idan bo'ladi. Chunki tomchilashlanglar balki to'ydira olmasligi mumkin. Shuning uchun mana shu arig'idan ham sug'orishlikni niyat qilib turibman. Havolar isib ketsa, xudo xolasa. Yana muhim qilgan ishlarimizdan bittasi chekkasidagi va tepa qismidagi bari termiz salafalarini olib tashladik. Va bu olishimiz bilan pomidorimizni ranglari juda ham to'qarib, ijobiy ta'sir qildi desak bo'ladi. Pomidorlarimizni ba'zi birovlari mana shunday 1 metrga ham yetib borib qolganlari bor. Baribir termiz quyoshda ma'lum bir shu to'sar ekan, ochilishi bilan pomidorlarimiz juda ham to'qarib, chiroyli rangga kirdi. Alaminalar juda ham to'q, runer esa ozgina ochroq. Mana ajratib olsa bo'ladi. Runer nisbatan ozgina ochroq. Qaysi biri baquvvat deganda pomidorlarimizda baquvvatlik jihatdan alamina ham qolishmaydi. Bir xil. Bizda hozir video olish jarayonimizni yana bitta xursand qiladigan narsa bo'ldi. Mana bu birinchi mevasi, ikkinchi gulxonasi, uchinchisi mana to'rtinchisi ham gullashni boshlabdi. Bu runerdi. Runer nisbatan alaminaga nisbatan jicha oldinda. Balki urug' ekilayotganda bu oldinroq tashalgandir. Bunisini biz bilmadik. Chunki alaminalarda hali 4-gulxona gullagani yo'q. Mana 3-gulxona gullabdi. Lekin 4-gulxonasi gullagani yo'q. Runerda esa bor. Xudo xolasa pomidorimizni bir 6-gulxonasidan keyin 2 dona bak qo'yib, shu agronom maslahati bo'yicha baklarini chikanka qilishlikni niyat qilyapmiz. Chikanka ham pomidorga juda ham zo'r ta'sir qilar ekan. Buni bilsa bo'lar ekan. O'tgan yilgi pomidorimizda juda ham zo'r ta'sir qilgan. Shu sababli biz pomidorlarimizni 6-gulida olib tashlaymiz va 6 ta gulxonani yaxshi boqib, balki bitta bachka qo'yib yuboramiz tepasiga. O'sha o'zimiz uchun agar zo'r narx bo'lib tursa sotish uchun qo'yib yuboramiz. Mevalari mana xudo xolasa ancha katta bo'lib qoldi. Bunda hammasi ushlabdi mana. Mana shunda ozgina yara bor, mana ko'rib turganda, hozir kameraga bilinyaptimi yo'qmi? Yondagilar mana dum-dumroq chiroyli. Lekin mana shu bitta ikkitasida mana shunaqa holatlar ko'zga ko'rinyapti. Pomidorimizga faqat shu 12 dan ertamatdan ozonga yaqin o't yoqyapmiz xolos. Chunki sonadagi gradusnik hozircha yetyapti quyoshning nuri. Pomidorlarimiz umumiy ko'rinishi mana shunday holatda, mana bir xil katta bo'lyapti. O'sha boshida ko'chat holati ekilayotgandagi bo'yi baland pomidorlar hozir ham bo'yi baland. O'shanda pastaylar, hozir ham pastak. Mana shu o'shanda ham pastak bo'lgan, yonidagisi o'shanda ham nocha bo'lgan. Mevalari ancha katta bo'lib, tobora ko'zimizni quvontirib, qilgan mehnatlarimizni natijalari bo'lyapti. Bu esa yana ham yaxshiroq ishlashlikni o'zimizni motivatsiya bo'lyapti. Mana shunday ko'rib ko'rsak bo'ladi. Mana shu gulxona ham juda ham bir chiroyli. Turishini qarang, uzumga o'xshab ketgan jonivor deydi. Mana shu uchun bitta like bosib qo'ysak bo'ladi, qarang. Allohning bir mo'jizasi. Xudo xolasa buni aprellarga pishib qolar degan umidlar bilan qarayapmiz, xudo xolasa. Bu videoni qachon olyapman? Bu videoni mana quyosh botyapti, og'iz ochar payti ham bo'lib qolyapti. Ishdan kelib video qilishdi, o'zimizda kuch topdik. Xudo xolasa videolarimizni kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham yana qiladigan vitaminlarimizni tagida qanaqa ozuqalar beryapmiz ko'rib borasizlar. Biz kimgadir aql o'rgata olmasak ham qilgan ishlarimizni ko'rsatib boryapmiz. Chunki biz o'zimiz juda ham kuchli agronom emasmiz. Qo'limizdan kelgancha yordam berishga tayyormiz, lekin bu
bitta noto'g'ri oziqa berilib, agar issiqxonaga pomidoriga ta'sir qilsa, bu 1 yilga cho'zilib ketadigan narsa. O'shaning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Shu bilimi kuchli agronomlardan bilimlaridan so'rab foydalansa, juda ham zo'r natijalar beradi. Keyin shu bitta savolim bor edi. Obunachilarimizning ichlarida mana shu bizga yaqinroq Go'rskilik bir akamiz bor. Chirkeylik, adashmasam Chirkeylik aka, bizga ham juda ham yaqin joydan. Shu obunachimiz maslahatidan keyin Termizda sraz olib tashladik. Shu akaga ham juda ham katta rahmat aytamiz, chunki pomidorlarimizda bu juda ham zo'r ta'sir qildi. Gulshonalari yaxshi ochilishlaydi, gulshonalarni shanasi yaxshi surishlaydi, ta'minladi. Biz o'zi qo'rqib turdik, qanday isita olamiz, u bu dedik. Shu akani maslahati bo'yicha sraz oldik va keyingi bizga juda ham katta maslahat bergan aka. Shu oddiy bo'lsa ham shu tortlarni, pishiriqlarni rangini bo'yadik. Hop, bizga juda ham zo'r ta'sir yordam tegdi, chunki bitta gulxonani chaynatganingizdan keyin ikkinchisini mana qizarib turibdi. Juda ham yordam berdi. Hamma obunachilarimizga juda ham katta rahmat. Bizni videolarimizni erinmasdan ko'rib, kuzatib boradigan obunachilarimizga juda ham katta rahmat. Ularda ham dehqonchiligi zo'r bo'lsin, shular qatori bizda ham dehqonchiligimiz zo'r bo'lsin. Xudo xolasa ro'zamizga ham 13 kun qoldi. Bu degani bir 2 hafta degani. 2 haftadan keyin ro'za-i Ramazonimiz ham o'z nihoyasiga yetadi. Hammamizga sabr toqat, ibodatlarini Alloh o'zi qabul qilsin. Shu ro'za kunlarida mana shu qilgan mehnatlarimizni ko'rib, o'zlaridan ham agar xursand bo'lgan bo'lsa, bir duo qilib qo'ysa, dehqonchiliklarimizni juda ham xursand bo'lardik. Biz ham sizlarni duo qilamiz. Har bitta shu like bosgan, obuna bo'layotgan obunachilarimizga juda ham katta rahmat. Shu bosgan qo'llari iloyim Kabadullohni ushlashlikni, dollarlar sanab charchamaslikni Allohdan so'rab qolardik.